Üçüncü, 4 sahabının mədhisi eytilidi. Onun körüp avunıdığan 4 hemrahi bar idi. Bula Peygamberinin billi turadigan maslahatçileri idi. Ulanın ikkisi qeynatısı, ikkisi kuyoğlu. Bula xalq içideki xil kişilerden idi. Dastlabki hammadan avvalqisi Atiq idi. Onun ko'ngli tili bilan birdek Xudoga ishongan. U mol dunyosi, teni va jinini pido qildi. Faqat payg'ambarning Rabbining roziligini tiladi. Uningdan keyingisi Faruq, kishilarning xili edi. U dili bilan tili birdek xalq ichidagi esil kishi edi. Bu sodiq yordamchi dinning tirigi bo'lib, shariat yuzidagi pardini ko'tardi. Keyingisi hayoliq, xushmijaz Osman bo'lib, kishilar ichida eng sehi, qo'li ochiq edi. U borliqini, meli va jinini pido qildi. Payg'ambar uningga 2 qizini berdi. Buningdan keyingi tanlang'ini Ali bo'lib, u botur, jasur, yuraklik, ahli to'liq edi. Uning qo'li ochiq, qalbi sap, bilimlik, e'tiqodman, nomi ulug' edi. Bular din va shariatning asosi edi. Ular kofir va munofiqlarning yukini ko'tardi. Bu 4 hamroh men uchun tabiatning 4 asosidek tuyuladi. 4 asos muvofiqlashsa haqiqiy tiriklik bo'ladi. Mendin ularga davomliq tuman ming salom yetkizgaysan egam. Ulardan rozi bo'lgaysan Rabbim. Qiyomat kuni ularning sepida turishqa meni nisb qilgaysan.